Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Xudo xolasa keyingi navbatda Gaza viloyatidan olganmiz. Surxondaryo viloyati Boysun tumaniga chiqib ketyapti. Akalarimizga yangilik qilib berganmiz zakatlari bo'yicha. Bundan oldin videoda ham aytib o'tdik do'stlar, hali bunaqasini chiqib yerda hech kim bu holatda tayyorlab chiqmagan. Xudo xolasa birinchi mana tajribadan o'tkazib tayyorladik. Xudo xolasa hamma yo'g'i o'zimiz xohlagandek darajada bo'lib chiqdi. Ideal darajada bo'lib. Reysga umuman ishlamaydi do'stlar. Yarim kubalik qolipda umuman reysga ishlatilmaydi do'stlar. Nima deysizlar bunisiga? Xudo xolasa Peynablok, Gazablok ishlab chiqarish sexlaridan hali bunaqasi chiqmagan do'stlar. Polni ichiga hammasiga lis solinadigan qilib tayyorlangan do'stlar buni. 20-30-60 razmerga chiqadi hammasi. 20-30-60 razmerga. Agar bu holatda перегородка chiqarsa bo'ladimi deganlarga перегородка uchun mana bunaqa bir dona rushnoy reysga kesib olish, qo'shib olishga to'g'ri keladi. Shu reyskamizni ham mashq qolipga tushadigan qilib tayyorlaganmiz. Xolos u qolipimizni ham chiqaveradi, bu qolipimizni ham razmer chiqaveradi do'stlar. Lisi yo'q holatda kuyib turib, bu reyskani qo'ysalar ham xohlagan razmerda kesib olasizlar do'stlar. Endi bitta yaxshi tomoni reyska ishlanmaydi. Reyska ishlanmaydi deganda bir dona odam o'zi bemalol kuyib chiqarsa bo'ladi do'stlar. Mana shu 5 ta qolipni bir dona inson ishlatadi. Quyilgandan keyin ichiga listlarni solib, tepasini o'rab qo'yadi. Bu tayyor mahsulot bo'ladi do'stlar. Agar birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz do'stlar, bu qoliplar bir donadan mehnatimiz qadrlagan holatda like tugmasini bosib, kanalga a'zo bo'lib qo'yishingiz chiqmasin. Kelarimizga yarim kubalik mishalga beryapmiz bitta. Kranlar ham yaxshidan qo'yib berilyapti, turbalari ham yuzli turbaga qo'yilgan. Shtobi ichida rasti bor, tezroq chiqib ketish uchun. Motorlarimiz shu fazi 224 ga ishlayveradi. Hozir buni 224 ga moslab berganmiz zakaz bo'yicha. Mishalkalarimiz tepa qozonishlar to'rlilikdan tayyorlanadi do'stlar. Shablon bochkamizda o'rnatishyapti ustalarimiz. Shablon bochkasi 110 litrlik. Suv obratnaga rezba qo'yilgan. Ikkala yonboshga teng qo'yiladi. Suv datchik o'rinlari, pastda kraniydi. O'rinlari turibdi do'stlar. Bochkamiz 1 tonnalik. 1 tonnalik rashtli bachok suvni zaxirada ushlab berib turadi buni tagiga. Shu o't yoqib yoki tok 3 fazasi borlar tokda isitsa bo'ladi. Bochkani ishini aqalaqa ko'chiriladigan bo'lsa, suv chiqargani kranlar qo'yib ketilgan do'stlar unga. Komplektda mana shunaqa 1 tonnalik suv bachogimiz bo'ladi. Shablon bochkamiz, mishalkamiz, bunaqa qolipimizdan 2 ta bo'ladi do'stlar. Ichida lisi yo'q holatda bitta rushnoy reyskasi arrasi bo'ladi. Narxi 1,5 ming dollar. O'zbekiston bo'yicha dastavka ustunovkasi ichida qilib chiqarib beramiz. Agar ana shunaqa holatda olaman deydiganlarga bu qolipimizni bir donasi hozir 3,1 ming so'mdan tayyor bo'lgan do'stlar. Shu turishiga 3,1 ming so'mdan chiqyapti. 6 talik qolipda qotila desak ham bo'ladi bu qoliplarimizni. Unga qaraganda ishtal tezroq yuradi. Unga ish tez yurish sababi birdan kuyganda, bitta qolip tiklaganda 12 dona mahsulot chiqib keladi bu qolipning ichidan. Rastvorda ham bitta tayyorlaganda 12 ta yarasi tushadi unga. Liniya qilaman degan akalarimizga avtomat reskalarimiz ham ichida tayyorlari bor. Xudo xolasa 224 ga moslangan avtomat reskamiz. Hamma yo'g'i, hamma detallari yangi materialdan ishlatilgan do'stlar. Bunigini 3 faziga tayyorlaganmiz buni. Bu reskani 3 faza 224 qanaqa to'k bo'lsa, shu to'klarga qarab moslab beramiz. Eng aqlli reskalardan oxirgi model. Bitta knopkani bosasiz, o'zi avtomatik chiqib kesib o'zi o'chadigan holatidan. Knopkada odam ovora bo'lib turmaydi.
Bu yerda o'sha liniyaga qo'yiladigan mishalkalarimiz do'stlar. Remelni deganlarga zakaz bo'yicha remellar qilib beramiz. Remelsiz deganlarga remelsiz qilib beriladi do'stlar. Shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. 93 674 07 97 raqamlarda bo'lamiz. Telegram, WhatsApp hamma narsa bor shu nomerlarda. Xudo xolasa qolibdi. Olib borib qo'yib, qushlarni o'rgatib, uni to'g'ri ishga tushirib berib kelinadi. Iloji boricha shu quyilgan holatda ham bir videolarni olib kanalimizga joylaymiz do'stlar. Siz yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa bundan ham zo'r videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Keyin eng sifatli stanoylar kerak bo'lsa, gazavli, penavli stanoylarni ana shu Barakali Uskuna kanalidan topsanglar bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa stanoylarga 1 yilga garantiyasi bor. Eng qizig'ini aytib o'tadigan bo'lsam, xudo xolasa bir tomchi rasvor oqmaydi. Shpakilovkada yamalmaydi qoliplarimiz. Chigallik tushadigani ham, tushmaydigani ham shpakilovkada yamalmaydi. Plus tomonlari bu yana bitta. Qoliplarimiz ham xudo xolasa qisish zajimlari ham bitta qolip 8 ta zajim qisib turadi. Yaxshisidan qo'yib beriladi do'stlar, ruchkalarida ham. Bunaqa oddiy Xitoydagidan qo'yilmaydi. Ruchkalari ham yaxshisidan qo'yib beriladi do'stlar. Kimga shunaqa stanoylar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Buni xudo xolasa hozir yuklab, oxirida yana bitta videosini quloq qo'shib o'tamiz. Xudo xolasa ana stanoylarimiz polni hammasini yuklab oldik. 5 ta qolipimiz, shablon suv bochkamiz, mishalkamiz 1,5 kilolik. 1 tonnali suv bochka berdik akalarimizga. Suv nasoslarini ko'rib holatda ketyapti yangi. Bu belvolari o'rtasiga sop chiqaradi bularni. Quyib bo'lingandan keyin, list tashlagandan keyin oxirida qoqib qo'yiladi buni. Shtoba razmeri qochmasligi uchun o'rtalariga tortib turadi. Kimga shunaqa stanoylar kerak bo'lsa, bemalol ekranda raqamga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib, o'rnatib ishga tushirib, qo'shni davlatlarga Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston davlatlariga o'tkazdirib ishga tushirib beramiz.